Qarang, dunyo o'zini boridan ko'ra kattaroq bo'lib ko'rinar ekan. Hayotning avvalida ukalar. Hayotning avvalida dunyo matohi, dunyo hayoti hamma narsa ekan deb ko'rinadi ko'zimizga. Uy, mashina, pul, ayol, xullas chaqa 3-4. Shu dunyoda zeb ziynati boyligi hamma narsa deb o'ylaydi. Hayotini bir qismiga kelganida 40 ga 50 ga kirib, shu dunyoda chaqa-chuqasidan, latalutasidan ozgina qo'lga kiritgandan keyin qarasa, dunyo hamma narsa emas ekan. Ozgina narsa ekan. Endi dunyodan chiqib ketayotganda, dunyoni hech narsa emasligini tushunadi odam. Buni 80 ga 90 ga kirgandan keyin tushunadi. Mana shu odam endi ko'rdi dunyoda nimaligini, boshidan oxirigacha. Mana endi ulug' inson bo'ldi, lekin amal qiladigan vaqt o'tib ketdi.